Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizmi, charchamasdan. Rahmat. Yangi O'zingiz o'qishlar qanaqasiz? qutlug' bo'lsin, omadingiz bersin Alloh. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Menda natijalarim bilan sizni xursand qilib qo'yay devdim-da. Shunaqa Endi qiling, natijalar voy. xudo xohlasa yaxshi. Maza qilaman natijalarni eshitsam. 5-darsni endi tugatdim. Mhm. Giruzlikda ikkinchisiga o'tdim, xudo xohlasa. 5-darsni o'zidayoq. Молодец, Mm, zo'r, mashalloh. Giruzligim birinchi pozada 1,5 sant qimirlayapti. Keyingi pozada 2,5 sant qimirlayapti. Siz 15 dekabrdagi gruppasiz, a? Ha, 20-chi dekabrdagi boshlangan. potosdagi. Ha, Молодец. ikkichi bo'lib qoldim-da. 5-darsni endi tugatdim. Zato natijalaringiz zo'r. Qanaqa gapiring, o'zingizdagi o'zgarishlar, er-xotin Ha, munosabatlariga gapiring. Eshitamiz. ha, lablar ancha toraygan, ancha qisqarib kelib qolgan. Hojatga kirsam katta ochilib ketganga o'xshardi. O'shalar yo'q bo'lib qolgan. O'shaganingizda o'zi bilinar ekan. O'shasini sezdim. Keyin yaqinlik paytida chuqurroq kirib ketib bo'lsa og'riq bo'lardi. O'shalar yo'qolgan. Молодец. Ancha zo'r bo'lib qoldim. Keyin ham toraygan xo'jayinim, ha, o'zgarish bo'lyapti, deyaptilar. Zo'r, молодец. Xursandman. Boshqacha Podarkalar olib bizda beryaptilarmi? Ha? Podarkalar, shirin so'zlar. Ha, shirin so'z doim gapiradi. O'ta mehribon, Xudoga shukr. Zo'r, zo'r. O'zingizda Ancha qanaqa kayfiyatlaringiz yaxshi? Qanaqa? ha, kayfiyat zo'r. Qandaydir uni oldida unday bosh odamni tititadimi? O'shanaqa narsa bo'lyapti. Zo'r, zo'r. Xursandman. Zo'r. Siz uchun men ham Keyin xursandman. toraygan, ancha toraygan. Keyin hayskilinim o'ta ko'p keladi. 9 kun keldi o'sha birinchi darsni boshlagandan keyin. Keyin 4 kunda to'xtadi. O'zim qoyilib qoldim. 9 kun, 7 kunda zerikib ketardim. Keyin videolinalarım ham kamayib, mazza bo'lib qoldi. Sizni menga Xudo yetkazganiga shukr, Allohimga shukr, boringizga shukr, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Natijalarim Xudo xohlasa yaxshi. Bugundan 6-dars qilaman. Xo'jayinim bir hafta chetda bo'ldilar. Giruzlikdan meni qizg'andilar. Qilmay tur, men yonimda boshqacha bo'lib ketyapman dedi. Ha, bo'pti dedim. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Shu fe'ling menga yoqmayapti, o'zi zo'r bo'lyapti-yu, shunisi menga yoqmayapti dedi. Ha, bo'pti deb kunduzi qilishga iloji yo'q, qishloq sharoiti. Bolalarimni ortimdan bugun 6-dars boshlayman Xudo xohlasa. Zo'r, siz uchun Rahmat. xursandman. Молодец. Eng avvalo o'zingiz uchun o'zingiz harakat qildingiz-da. Misol uchun men darsliklarni beraveraman. Maqsad qo'yib, o'sha maqsad ustida ishlab, vaqt ajratib, sog'lig'ingizga e'tibor bo'lish sizlarning vazifangizda. Ha. Bunaqa qiladigan ayollar ham kamdan kam. Misol uchun kursga yozilishadi, lekin nimadir bahonalar bo'lib, nimadir sabablar bo'lib, qila oladiganlar kamdan kam. Lekin siz o'sha kamchilikni ichiga kirgansizda, zo'r natija olgansiz. Siz uchun xursandman. Молодец, ya'ni tabiiy yo'l bilan bez operatsiya, toraytiruvchilarsiz, lazerlarsiz, yana boshqa amaliyotlarsiz, tabiiy yo'l bilan sog'lig'ingizni tikladingiz. Tabriklayman, siz uchun xursandman.